Bu juda zerikarli video. Faqatgina har juma ehsonimizga befarq bo'lmagan aka-ukalarga yoki opa-singillarga bag'ishlanadi. Sumkalarni upakovka qilishni boshladik. O'tgan haftanikiga o'xshab har bitta oilaga 3 tadan sumka. Bizda yog' bor, makaron bor, ovsyaniy kasha bor, manniy kasha bor, garoh bor, shakar bor, mosh bor, grechka bor, choy bor, nutella bor, tushonka bor, guruch bor, tuz bor, un bor, zugushonka bor, kofe bor, choy bor, sosiska bor, kolbasa 2 xil bor, yana kelyapti. Xo'p, bitta akamiz jo'natyaptilar. Sirimiz bor, makaronimiz bor, mo'yishi sredstva, kir mashina, parashogi, kir sovun, mana bunaqa bor, qo'l yuvadigan shirinliklarimiz bor, 2-3 xil mana bunaqalari bor va kartoshka, piyoz, sabzi bor, go'shtimiz ham bor, yo'lda kelyapti. Biz ololmagan narsalar. Qani siz ham mard bo'lib nimasiga hissa qo'sha olasiz? Biz-ku mana shuncha narsani hech kimdan yordam so'ramasdan har hafta taxlayapmiz. Siz hech bo'lmasa bitta pochka pryannikiga qo'sha olasizmi? Ertaga 20-25 xil oila xursand bo'ladi. Har bitta oilaga 3 tadan sumka beriladi. Nimaga hissa qo'sha olasiz? Bitta pryannik tursa 15 ming so'm, 20 ming so'm turadi. Bitta tuxum tursa 35-40 ming so'm, va bo'lsa 50 ming so'm turadi. Mana bu tovuq ham olganimiz yo'q. Tovuqi ham 1 kilosi yaxshisi butun upakovkadagi 50, 55, 60 ming so'm turadi. Bitta shedreylet arzimagan pul yoki 1 kilo, yarim kilo banani bilan 1 kilo olmasiga kim nimaga hissa qo'sh olsa, hissa qo'shing. Albatta hech kim majbur emas. Har juma ehsoni узкий kruг, juda kichkina insonlar, ya'ni kichkina hajmdagi insonlar bilan, do'stlar bilan qilyapmiz. Oldingidaqa massiv Instagramda e'lon qilib qilmaymiz. Hammaga rahmat, kartani qo'shib qo'yaman. Mana shu 4 xil pozitsiyadan qaysiga hissa qo'shasiz? Bizda go'shtimiz ham, hamma narsamiz olingan, nonimiz ham olingan. Shu 4 xil narsani qaysi biriga hissa qo'shsangiz, Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.